Navbatdagi lavhamiz Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan. Unda Xorazm viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida katta miqdordagi giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yilgani haqida so'z boradi. Giyohvandlik vositalari inson salomatligiga jiddiy putur yetkazib, jamiyatda jinoyatchilik soni ortishiga va ijtimoiy tanazzul yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shu bois mamlakatimizda ushbu xavfga qarshi kurashish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Xususan, Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari hamkorligida Xorazm viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida katta miqdordagi narkotik moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Jumladan Boshing ko'tar, boshing ko'tar. Dorini otib yuborib, to'xtang. Qo'shko'pir tumanida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan muqaddam giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq jinoyat uchun sudlangan shaxs Urganch tumani hududida harakatlanayotgan vaqtida to'xtatilib, xolislar ishtirokida tekshirilganda uning yonida sof og'irligi 4 kilogramm 407 gramm bo'lgan opiy moddasi borligi ma'lum bo'ldi va protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. 5 bo'lak sariq rangli skocha o'ralgan opiy giyohvandlik moddasiga o'xshash modda. Boshqa holatda esa Beruniy Urganch yo'nalishida harakatlanayotgan Lacetti rusumli avtotransport vositasi Urganch tumanidagi Cholish yo'l patrul xizmati maskanida to'xtatilib ko'zdan kechirildi. Urganch tumani Cholish blok postidamiz. Ne yaşıyorsun? Hoş kipadik. Ne oldu sana ki? Maşindaki ben Ne oldu? haftadan her sabah iş kıldım. Avtomashin oldi o'rinda o'tiraysiz, to'g'rimi? Maşınını gözden geçiremiz. Nerede? Şu işçiliğin arkasına taşıdım. Bina. Natijada avtomashinada ketayotgan Qo'shko'pir tumanida yashovchi 2002-yilda tug'ilgan muqaddam narko jinoyat sodir etganligi uchun sudlangan shaxsga tegishli 4 kilogramm 541 gramm opiy moddasi borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Qopning ichida 6 bo'lak opiy giyohvandlik moddasiga o'xshash modda olindi. Ta'kidlash lozimki, har ikkala holatda ham qonunbuzarlar Afg'onistondan kontrabanda yo'li bilan olib kelingan narkotik moddalarni Xorazm viloyatida mijozlarga sotib, mo'may daromad topishni rejalashtirishgan. Hozirda ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 28 orqali 246-moddasi 2-qismi va 25 orqali 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Narkotik moddalar savdosiga qarshi kurashish har bir shaxsning faol fuqarolik pozitsiyasi bo'lishi lozim. Zero bunday illatlarga befarqlik kelgusida og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi. Aziz yurtdoshlar, O'zbekiston 24 telekanalida axborot dasturi bilan tanishdingiz. E'tibor uchun rahmat. Oldinda sizlarni axborot dasturining kechki asosiy efirlari kutmoqda. O'zingizni ehtiyot qiling.